Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ilgari utilizatsiya solig'i oshmasdan oldin benzinli mashinalar o'rniga elektromobillarni olishni tavsiya berardik. Ammo lekin may oyidan boshlab elektromobillarga utilizatsiya solig'ining oshishi munosabati bilan eng arzon elektromobillar ham hozirgi kunda 19 mingdan 20 minggacha bo'lib qoldi. Ya'ni unchalik tavsiya bera olmayapmiz. Ammo lekin hozirgi kunda ham ligotada ham elektromobil sifatida rastamoshka qilinadigan bitta mashina qoldi. U ham bo'lsa Honda Cryder. Mana o'sha Honda Cryderlar sizlar uchun qora rangi va oq rangidan olib kelib qo'ydik. Ushbu mashina to'g'ri elektromobil bo'lmasa-da, benzini juda ham ekonomik bo'lib, 5 litrdan 8 litrgacha benzin yeydi. Mashinaning ichi katta, prostorniy, lyuklari ham bor. Orqasi rosa keng. Endi bilasizlar Hondani nimaligini. Mashinani bagaji ham rosa katta. Ushbu mashinamiz Gentra'dan anchagina zo'r. Ammo lekin Gentra'ning narxida sotilyapti. Ushbu mashinaning narxi 16500. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, pastki raqamdagi telefon qiling va endiksga keling, mashinaning tepasida gaplashamiz.